Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. Gaz yetkazish qariyalarga bepulmi yoki yo'qmi? 2026 yilda qayta hisoblash bo'ladimi? Kimdan qarzdorlik chiqishi mumkin? Kim esa xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli. Chunki gaz hisob kitobida bitta noto'g'ri raqam, bitta o'z vaqtida topshirilmagan hujjat yoki bitta tushunmovchilik odamni kutilmagan qarzdorlikka olib kelishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday tartib bo'lgan, hozir nimalar o'zgaryapti? Qariyalar uchun qanday imtiyozlar bo'lishi mumkin? Bepul gaz degan gap qayerdan chiqadi? 2026 yildagi qayta hisoblashda nimalarga e'tibor berish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar, kam ta'minlangan oilalar va gaz hisoblagichi eski bo'lgan xonalar uchun juda muhim nuqtalarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar o'z vaqtida eshitilsa, pulingizni, asabingizni va vaqtingizni tejaydi. Eng avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Ko'pchilik qariyalarga gaz bepul ekan, pensioner bo'lsa, gaz to'lamaydi. Yoshi katta odamning hisobiga davlat o'zi to'lab beradigan gaplarni eshitadi. Lekin amalda masala bunchalik oddiy emas. Odatda kommunal xizmatlarda bepul degan so'z to'liq ozod qilishni emas, balki imtiyoz, kompensatsiya, subsidiya, ijtimoiy norma yoki ma'lum toifadagi shaxslarga beriladigan yordamni anglatadi. Ya'ni gazdan foydalanganingiz uchun hisob baribir yuritiladi. Farq shundaki, ayrim toifalarga davlat yoki mahalliy tizim orqali ma'lum miqdorda yordam berilishi mumkin. Avvalgi yillarda ko'p xonadonlarda hisob-kitob ancha sodda ko'rinardi. Gaz hisoblagich ko'rsatkichiga qaralardi. Qancha kub metr ishlatilsa, shunga qarab to'lov qilinardi. Hisoblagichi yo'q joylarda esa xonadonda nechta odam ro'yxatda turgani, gaz plitasi bormi, isitish qozoni bormi, suv isitish moslamasi bormi, shularga qarab me'yoriy hisob yozilardi. Ayrim holatlarda pensioner yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqaro bo'lsa, mahalla orqali yordam berilishi, moddiy ko'mak ajratilishi, ayrim to'lovlar kompensatsiya qilinishi mumkin edi. Hozir esa tizim tobora raqamlashtirilyapti. Gaz ta'minoti bo'yicha abonent bazalari, hisoblagich ko'rsatkichlari, iste'mol hajmi, qarzdorlik, imtiyozli toifalar haqidagi ma'lumotlar elektron tarzda solishtirilmoqda. Mana shu yerda 2026 yilda qayta hisoblash degan masala juda dolzarb bo'ladi. Qayta hisoblash degani har doim ham odamdan pul undiriladi degani emas. Ba'zan ortiqcha yozilgan to'lov kamaytiriladi. Ba'zan imtiyoz noto'g'ri qo'llangan bo'lsa tuzatiladi. Ba'zan hisoblagich ko'rsatkichi real iste'mol bilan moslashtiriladi. Lekin agar hujjatlar to'g'ri bo'lmasa, xonadonda ro'yxatdagi odamlar soni noto'g'ri bo'lsa, hisoblagich uzoq vaqt tekshiruvdan o'tmagan bo'lsa yoki imtiyoz o'z vaqtida rasmiylashtirilmagan bo'lsa, odam kutilmagan qarzdorlik bilan yuzma-yuz kelishi mumkin. Avval ko'p odamlar gaz idorasiga yilida 1-2 marta borib, ko'rsatkichni aytib to'lov qilib yurardi. Ayrim joylarda nazoratchi kelib ko'rsatkichni yozardi. Ba'zi xonadonlarda esa yillar davomida aniq tekshiruv bo'lmagan. Abonent kitobchasidagi raqamlar bilan tizimdagi raqamlar farq qilib qolgan. Qariyalarimiz ko'pincha men har oy to'lab kelganman, nega qarz chiqyapti deb hayron bo'lishadi. Sabab shundaki, to'lov qilgan bo'lishi mumkin. Lekin to'lov qaysi shaxsiy hisobga tushgan? Ko'rsatkich qaysi sanaga yozilgan? Tarif qaysi davrga qo'llangan? Imtiyoz qachondan boshlab kiritilgan? Mana shu ma'lumotlar bazada to'g'ri turmasa, keyin qayta hisoblashda farq chiqadi. Endi esa tizim ko'proq aniq raqamga tayanadi. Kim qancha gaz ishlatdi, hisoblagich ko'rsatkichi qanday, texnik holat qanday, imtiyoz rasmiy tasdiqlanganmi, xonadon egasi kim, iste'molchi shartnomasi kim nomidan. Bularning barchasi ahamiyatli bo'ladi. Shuning uchun men pensionerman demak menga tegishli emas deb o'ylash xato. Pensionerlikning o'zi hamma holatda gazni bepul qilib bermaydi. Agar qonunchilikda yoki amaldagi ijtimoiy himoya tartibida ma'lum toifa uchun yordam belgilangan bo'lsa, u alohida rasmiylashtiriladi va odatda hujjat bilan tasdiqlanadi. Masalan, birinchi holatni olaylik. Toshkent viloyatida yolg'iz yashovchi 7 yoshli ona bor deylik. U kishi pensiya oladi. Xonadon o'z nomida gaz plitasi va isitish qozoni bor. Hisoblagich o'rnatilgan. U kishi har oy 80 ming so'm, 20 ming so'm atrofida to'lab kelgan. Agar uning gaz hisoblagichi ishlayotgan, ko'rsatkichlar vaqtida kiritilgan, shaxsiy hisob to'g'ri bo'lsa, 2026 yilda qayta hisoblashdan qo'rqishiga asos kam. Lekin agar u kishi yolg'iz yashayman deb o'ylasa-yu, ro'yxatda hali ham farzandi
kelini yoki nabirasi turgan bo'lsa, hisob tizimida xonadon tarkibi boshqacha ko'rinishi mumkin. Bu ayniqsa hisoblagisiz xonadonlarda juda muhim. Chunki me'yor odam soniga qarab chiqishi mumkin. Ikkinchi misol, Samarqandda 6 yoshli ota bor, 2 farzandi bilan birga yashaydi. U pensioner, lekin xonadonda jami 5 kishi bor. Gaz qishda ko'p ishlatiladi. Chunki hovli katta, isitish qozoni eski va ko'p gaz yeydi. Bu yerda uyda pensioner bor degani butun xonadon gazdan bepul foydalanadi degani emas. Agar imtiyoz bo'lsa ham u ma'lum shaxsga yoki ma'lum normaga tegishli bo'lishi mumkin. Qolgan iste'mol odatdagi tarif bo'yicha hisoblanadi. Mana shu joyda ko'p odam adashadi. Otam pensioner, nega yana to'lov chiqyapti deb so'raydi. Chunki kommunal xizmat xonadon iste'molini hisoblaydi. Pensiya maqomi esa alohida ijtimoiy mezon bo'lishi mumkin. Uchinchi misol. Qashqadaryoda bir buvi yolg'iz yashaydi, lekin uyining hujjati vafot etgan turmush o'rtog'i nomida qolgan. Gaz shartnomasi ham eski nomda. To'lovlar esa qo'shnining ilovasi orqali yoki farzandining kartasidan qilingan. Bu holatda pul to'langan bo'lsa ham kelajakda qayta hisoblash va imtiyoz rasmiylashtirishda muammo chiqishi mumkin. Chunki tizimda abonent kim, haqiqiy foydalanuvchi kim, imtiyoz kimga tegishli, bular bir-biriga mos kelishi kerak. Men shunday holatlarda doim aytaman. Kommunal xizmatda faqat to'ladim degan gap yetmaydi. To'lov qayerga tushdi va hujjat kim nomida degan savol ham juda muhim. Xavotir olish kerak bo'lgan birinchi guruh bu hisoblagichi yoki hisoblagichi ishlamay turgan xonadonlar. Agar gaz me'yor bo'yicha hisoblanadigan bo'lsa, xonadonda ro'yxatda turgan odamlar soni gaz uskunalari turi uymaydi uni. Isitish usuli juda muhim. Masalan, aslida uyda 2 kishi yashaydi, lekin ro'yxatda 6 kishi tursa, me'yoriy hisob ortiqcha chiqishi mumkin. Yoki aksincha ro'yxatda kam odam ko'rsatilgan, amalda ko'p odam yashayotgan bo'lsa, tekshiruvda farq aniqlanishi ehtimoli bor. Ikkinchi guruh bu imtiyozga ega bo'lishi mumkin bo'lgan, lekin hujjatni rasmiylashtirmagan qariyalar. Masalan, yolg'iz yashovchi pensioner, nogironligi bo'lgan shaxs, ijtimoiy himoyaga muhtoj oila, temir daftar, ayollar daftari yoki boshqa ijtimoiy reyestrlarga kiritilgan fuqarolar turli yordam mexanizmlaridan foydalanishi mumkin. Lekin yordam avtomatik tushadi deb kutmaslik kerak. Ayrim holatda ma'lumotlar almashinuvi avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin xato, kechikish, eski ma'lumot, yashash manzili mos kelmasligi sababli imtiyoz aks etmay qoladi. Shuning uchun odam o'zi ham tekshirishi shart. Uchinchi guruh bu uy hujjati boshqa odam nomida qolganlar. Ayniqsa meros masalasi hal bo'lmagan uylar, vafot etgan ota-ona nomida turgan shaxsiy hisoblar, ijaraga berilgan uylar, bir uyda bir nechta oila yashaydigan holatlar. Bunday vaziyatlarda 2026 yildagi qayta hisoblashda asl iste'molchi kim degan savol ko'tarilishi mumkin. Agar siz uyda yashasangiz, gazdan foydalansangiz, lekin shartnoma boshqa odam nomida bo'lsa, ertaga qarzdorlik. Imtiyoz yoki qayta hisob bo'yicha murojaat qilganingizda ortiqcha yugur bo'ladi. 4-guruh bu mening oldimdan to'lovim bor edi deb o'ylaydiganlar. Masalan, odam 500 ming so'm oldindan to'lagan. Keyin bir necha oy to'lamagan, lekin tizimda tarif o'zgargan, ko'rsatkich kiritilmagan yoki noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Natijada balansda boshqa raqam ko'rinadi. Shuning uchun to'lov cheklarini saqlash, mobil ilovadagi tarifni yuklab olish, shaxsiy hisob raqamini tekshirish juda muhim. Xavotir olmasa bo'ladiganlar kim? Agar sizda zamonaviy va soz hisoblagich bo'lsa, ko'rsatkichlar muntazam kiritilsa, to'lovlar aynan o'z shaxsiy hisobingizga tushsa, uy hujjatlari tartibda bo'lsa, imtiyoz bo'lsa, rasmiy tasdiqlangan bo'lsa, unda qayta hisoblash siz uchun odatda faqat texnik tekshiruv bo'ladi. Lekin baribir men har bir tomoshabinga yiliga kamida bir marta gaz ta'minoti bo'yicha shaxsiy hisobini tekshirishni maslahat beraman. Chunki xatoni ertaroq ko'rsangiz, uni tuzatish osonroq bo'ladi. Endi asosiy savolga kelamiz. Qariyalarga gaz yetkazish bepulmi? Men buni juda aniq aytaman. Faqat yoshi katta bo'lgani uchun hamma gaz to'lovi avtomatik nolga tushib qolmaydi. Bepul yoki qisman qoplab beriladigan holatlar faqat amaldagi tartib. Ijtimoiy yordam dasturi yoki tegishli qarorlar asosida bo'lishi mumkin. Ya'ni pensionerman degan guvohnoma albatta muhim hujjat, lekin u o'z-o'zidan har qanday kommunal to'lovni bekor qilmaydi. Bu yerda gaz yetkazish degan iboraga ham e'tibor berish kerak. Ba'zan odamlar gazning o'zini, gaz tarmog'iga ulanishni, hisoblagich o'rnatishni, texnik xizmatni, qarzdorlikni, subsidiya yoki kompensatsiyani bir-biriga aralashtirib yuboradi.
Masalan, qariyaga ijtimoiy yordam sifatida ma'lum miqdorda kompensatsiya berilishi mumkin, lekin bu gaz tarmog'iga yangi ulanish bepul bo'ladi degani emas. Yoki xonadonda gaz hisoblagichni almashtirish bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin, lekin bu har oy ishlatilgan gaz to'lovi bekor qilinadi degani emas. Yana bir nozik nuqta, imtiyoz iste'mol hajmiga bog'liq bo'lishi mumkin. Deylik, bir pensionerga oyga ma'lum miqdordagi gaz uchun yordam beriladi. Lekin u xonadon katta bo'lgani uchun qishda me'yordan ancha ko'p gaz ishlatadi. Shunda yordam faqat bir qismini qoplaydi. Qolgan qismi odatdagi tartibda to'lanadi. Odam esa menga imtiyoz bor edi, nega yana qarz chiqdi deydi. Sabab oddiy, imtiyoz cheksiz emas, u shartli, chegaralangan yoki alohida tartibda bo'lishi mumkin. Birinchi misolni ko'raylik. Bir xonadonda 75 yoshli ota yolg'iz yashaydi. Qishda oyga 2500 kub metr gaz ishlatadi. Yozda esa garib kub metr. Agar tarif shartli ravishda ilk kub metr uchun 6500 so'm bo'lsa, qishda 26500 so'm, yozda 26000 so'm atrofida hisob chiqadi. Agar unga ma'lum ijtimoiy yordam orqali oyga 100.000 so'm kompensatsiya berilsa, qish oyida baribir 62500 so'm to'lov qolishi mumkin. Yozda esa kompensatsiya hisobidan to'lov yopilishi yoki ortiqcha qoldiq shakllanishi mumkin. Bu faqat tushuntirish uchun keltirilgan misol. Real tarif va real yordam miqdorini albatta o'z hududingiz bo'yicha tekshirish kerak. Ikkinchi misol. Bir uyda 7 yoshli ona, o'g'li, kelini va 3 nabirasi yashaydi. Uy katta. Qishda oyiga 600 kub metr gaz ishlatiladi. Agar bitta pensioner uchun biror ijtimoiy yordam bo'lsa ham, butun 600 kub metr bepul bo'lmaydi. Chunki gazni faqat pensioner emas, butun xonadon ishlatyapti. Bunday holatda farzandlar onam pensioner kommunal to'lovini nega to'laymiz deb emas, balki onamga tegishli imtiyoz to'g'ri hisobga olinganmi, qolgan iste'mol uchun to'lov to'g'ri chiqarilganmi deb tekshirish kerak. Uchinchi misol. Hisoblagich 2 yil oldin nosoz bo'lgan, lekin xonadon egasi buni vaqtida xabar qilmagan. Gaz idorasi keyin tekshiruvga kelganda hisoblagich ishlamagani aniqlangan. Bunday holatda qayta hisoblash me'yor bo'yicha yoki amaldagi tartibga muvofiq amalga oshirilishi mumkin. Natijada odam men kam ishlatganman desa ham isbotlash qiyin bo'ladi. Ayniqsa qariyalarimiz bola chaqam kelganda ko'rsatkichga qarab beradi deb kutib yurishadi. Men bunday holatda farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangizning gaz, elektr, suv hisoblagichlarini kamida oyga bir marta tekshiring. Bu mehrning ham, mas'uliyatning ham bir ko'rinishi. Eng katta tuzoqlardan biri og'zaki gapga ishonish. Qo'shni aytdi, mahallada kimdir aytdi, Telegramda video chiqdi, qariyalarga gaz bepul bo'ldi deyishdi. Men bunday xabarlarga darhol ishonmaslikni maslahat beraman. Har qanday imtiyozning manbasi bo'lishi kerak. Rasmiy qaror, mahalla yoki ijtimoiy himoya organi ma'lumoti, gaz ta'minoti tashkiloti tushuntirishi my.gov. Uz yoki boshqa rasmiy platformadagi xabar. Agar rasmiy tasdiq bo'lmasa, og'zaki gap asosida to'lovni to'xtatib qo'yish juda xavfli. Chunki keyin qarzdorlik sizning shaxsiy hisobingizga yoziladi. Ikkinchi tuzoq ariza bermaslik. Ko'p imtiyozlar yoki qayta hisoblashlar ariza asosida ko'riladi. Masalan, hisoblagich noto'g'ri ishlaganini ko'rdingiz, ortiqcha hisob yozilgan deb o'ylaysiz, xonadonda ro'yxatda turgan odamlar soni o'zgargan, imtiyoz kiritilmagan. Bunday holatda o'zlari biladi deb kutmang. Ariza yozing, kirim raqamini oling, nusxasini saqlang. Og'izdagi murojaat ertaga isbot bo'lmaydi. Telefon orqali aytgan gap ham ko'pincha yetarli emas. Eng yaxshi yo'l yozma ariza. Elektron murojaat yoki rasmiy qabul orqali hujjatlashtirish. Uchinchi tuzoq to'lov chekini saqlamaslik. Ayniqsa keksalar naqd pul bilan to'lagan bo'lsa yoki farzandi orqali to'lov qilgan bo'lsa, chek yo'qolib ketadi. Keyin tizimda to'lov ko'rinmasa, isbotlash qiyinlashadi. Men tavsiya qilaman, har bir to'lovdan keyin skrinshot oling, chekni rasmga tushiring, alohida papkada saqlang. Agar ota-onangiz smartfondan foydalanmasa, farzandlar ularning kommunal to'lovlari uchun alohida elektron arxiv yuritsin. 4-chi nozik jihat hisoblagichning metrologik tekshiruvi. Har bir hisoblagichning ishlash va tekshiruv muddati bo'ladi. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, ko'rsatkich bo'yicha hisoblash masalasida bahs chiqishi mumkin. Shuning uchun hisoblagich plombasi joyidami, raqami shartnomadagi raqami mosmi, tekshiruv muddati o'tmaganmi? Bularni tekshiring. Agar nazoratchi kelib plombaga teksa yoki hisoblagichni yechib ketsa, yoki hisoblagichni yechib ketsa, albatta davlatnoma talab qiling. Davlatnomasiz harakat bo'lsa, keyin kim nima qilganini isbotlash qiyin bo'ladi. 5-jihat qarzdorlikni bo'lib to'lash masalasi.
Agar qayta hisoblashdan keyin katta summa chiqsa, darhol vahimaga tushmang. Avvalo hisob to'g'riligini tekshiring. Keyin agar qarz haqiqatan ham asosli bo'lsa, uni bo'lib to'lash, muddat berish, ijtimoiy yordam so'rash imkoniyatlarini o'rganing. Yolg'iz pensionerga bir yo'la katta summa yuklash og'ir bo'lishi mumkin. Shuning uchun mahalla ijtimoiy himoya bo'limi gaz ta'minoti tashkiloti bilan yozma tartibda ishlash kerak. Endi eng kerakli qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, gaz bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizni aniqlang. Bu raqam to'lov cheklarida, abona kitobchasida, mobil ilovalarda yoki gaz ta'minoti tashkiloti ma'lumotnomasida bo'ladi. Aynan shu raqam bo'yicha balans, qarzdorlik oldindan to'lov va iste'mol tarixini tekshiring. Boshqa uy yoki boshqa odam hisobiga to'lov ketmayotganiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichini bugungi sana bilan yozib oling va rasmga tushiring. Rasmda hisoblagich raqami, ko'rsatkich va plomba ko'rinsa yaxshi bo'ladi. Keyin oxirgi to'lov sanasi bilan solishtiring. Agar siz to'lagan paytdagi ko'rsatkich bilan hozirgi ko'rsatkich orasida katta farq bo'lsa, bu tabiiy iste'molmi yoki tizimdagi xatomi? Aniqlash kerak. Uchinchi qadam, uy hujjatlarini tekshiring. Kadastr hujjati kim nomida, gaz shartnomasi kim nomida, xonadonda kim ro'yxatda turibdi, haqiqiy yashovchilar kimlar? Agar qariya yolg'iz yashasa, lekin ro'yxatda boshqa odamlar qolgan bo'lsa, pasport bo'limi yoki tegishli organlar orqali ro'yxat masalasini tartibga keltirish kerak. Agar uy vafot etgan shaxs nomida bo'lsa, meros va mulk hujjatlarini ham tartibga solish zarur. To'rtinchi qadam, imtiyoz yoki ijtimoiy yordam bor yo'qligini tekshiring. Buning uchun mahalla fuqarolar yig'iniga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, gaz ta'minoti tashkilotiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishini tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, uy hujjati, shaxsiy hisob raqami, oxirgi to'lov cheklari. Hisoblagich rasmi va agar kerak bo'lsa oilaviy tarkib ma'lumotlarini oling. 5-qadam, agar sizga ortiqcha qarzdorlik yozilgan deb hisoblasangiz, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi kerak: men falon manzilda yashovchi falonchi, gaz bo'yicha shaxsiy hisob raqamim falon, hisobimda falon summa qarzdorlik ko'rsatilgan. Ushbu qarzdorlikning kelib chiqish davri, hisoblash asosi tariflar, hisoblagich ko'rsatkichlari va qayta hisoblash tartibini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar kerak bo'lsa, hisoblagichni tekshirish, dalolatnoma tuzish va ortiqcha hisoblangan summani qayta ko'rib chiqishni so'rayman. Arizaga chek nusxalari, hisoblagich rasmi va boshqa hujjatlarni ilova qiling. 6-qadam, javobni yozma oling. Boravering, ko'rib qo'yamiz degan gap bilan cheklanib qolmang. Sizga murojaat raqami, qabul qilingan sana va mas'ul tashkilot nomi kerak. Agar belgilangan muddatda javob bo'lmasa, yugori turuvchi tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki tegishli davlat portallariga murojaat qilish mumkin. 7-qadam, qariyalarga yordam bering. Agar ota-onangiz, buyingiz, bobongiz yolg'iz yashasa, ulardan gazni to'ladingizmi deb so'rashning o'zi yetarli emas. Birga o'tirib shaxsiy hisobni tekshiring, ilovada balansni ko'ring. Oxirgi 3 oylik to'lov tarixini chiqarib oling. Hisoblagichni rasman oling, hujjatlarni tartiblang. Chunki ko'p keksalarimiz uyatchan bo'lishadi. Idora yurishga qiynalishadi. Ba'zan tushunmagan joyini so'rashga ham tortinishadi. Farzandlar va nabiralar uchun bu juda oddiy ish bo'lishi mumkin, lekin qariya uchun katta muammo. 2026 yilga borib qayta hisoblash jarayonlari ko'proq aniq ma'lumotga asoslanishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun hozirdan tayyorgarlik ko'rsangiz, keyin muammo kam bo'ladi. Birinchidan, eski qarzlarni tekshiring. Qarz bo'lsa, qaysi davriga tegishli ekanini so'rang. Ba'zan qarz bir oyda paydo bo'lgandek ko'rinadi. Lekin aslida bir necha yil oldingi farq bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ortiqcha to'lov bo'lsa, uning ham tizimda aks etganini tekshiring. Uchinchi tomondan, tarif o'zgarishlari bo'lgan davrlarni alohida ko'rib chiqing. Chunki hisob-kitobdagi farqlar ko'pincha aynan tarif almashgan paytda chiqadi. Agar siz qariya bo'lsangiz yoki uyingizda qariya yashasa, 2026 yilni kutib o'tirmang. Unga gaz shartnomasi nusxasi, shaxsiy hisob raqami, oxirgi to'lov cheklari, hisoblagich rasmi, pasport yoki ID nusxasi, pensiya hujjati, imtiyozga oid hujjatlar va arizalar nusxasini joylang. Bu oddiy papka kelajakda sizni bir necha marta idoraga borib kelishdan qutqaradi. Yana bir maslahat, to'lovni har oy bir xil sanada qilishga harakat qiling. Masalan, pensiya tushgandan keyin darhol gaz,
Elektr va suv to'lovlarini tekshirib to'lang. Shunda oy oxirida unutib qo'ymaysiz. To'lovdan keyin balans nol bo'lganini yoki oldindan to'lov qolganini tekshiring. Faqat pul yechilganiga emas, aynan shaxsiy hisobingizda aks etganiga qarang. Demak, hurmatli tomoshabinlar, qariyalarga gaz avtomatik ravishda bepul bo'ladi degan gapga ishonib qolmang. Imtiyoz bo'lishi mumkin, yordam bo'lishi mumkin, kompensatsiya bo'lishi mumkin. Lekin bularning barchasi rasmiy tartib, hujjat va aniq hisob-kitob asosida bo'ladi. 2026 yildagi qayta hisoblashda ko'pchilik uchun oddiy tekshiruv bo'lishi mumkin, lekin hujjati chala, hisoblagichi nosoz. Shaxsiy hisobi chalkash yoki imtiyozi rasmiylashtirilmagan xonadonlar uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Bugunoq shaxsiy hisobingizni tekshiring, hisoblagichni rasmga oling, to'lov cheklarini saqlang. Imtiyozga huquqingiz bo'lsa, mahalla yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Agar ota-onangiz yoki yolg'iz yashovchi qarindoshingiz bo'lsa, ularga yordam bering. Bir soatlik tekshiruv kelajakda millionlab so'mlik tushunmovchilikning oldini olishi mumkin. Sizning hududingizda qariyalar uchun gaz to'lovi bo'yicha qanday holatlar bo'lyapti? Kimdadir qayta hisoblash bo'lganmi? Kutilmagan qarzdorlik chiqqanmi? Yoki aksincha, ortiqcha to'lov qaytarilganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa qariyalarimiz uchun juda kerak.